He bolalar. Tasavvur qilinglar-da, Real bilan Arsenal javob uchrashuvi bo'lyapti. 90-minut hali ham 0-0. Ancelotti nima qilishini bilmayapti-da, shu yurtib tribunada meni ko'rib qolsa-da. Uka, sen ko'zingda nuring bor ekan, yuzingda nuring bor ekan. Futbol o'ynashni bilasanmi desa-da? Men mahallada zo'r o'ynaganman desam-da. Shu. Modric Zaman bexor shu desa-da, shu tushum bilan Valverde shuni pas bersa-da, setirda. Qilaversamda goldi. Barda ko'rib turib, bu gol bitta yo'q hisoblasak uyat bo'ladi. To'rttaga hisoblaymizda, 4-3 Arsenal yutib ketsa-da, mashhur bo'lib ketsa, Husanov talam mashhur bo'lib ketib, Irinashi paytida desa, yangi Ronaldo ekan, boshqa zo'r bo'lardi. Sani hayolparastliging qolmadi-da. Yaxshi fikr. Qaysini ayting? Komba ayt. Nima qilyapsizlar? Belissimo ilovasidan pizza zakaz qilyapman. Esan? Hech xayollaring kelgan-sizlar-da, shu Belissimo telefon qilsalaringda, zakaz qilganlaringda, aka siz bizni 1 millionchi mijozimiz bo'lganingiz uchun sizga dastlabki pulni tekin desa, boshqa zo'r bo'lardi. O'z Bellissimoda dastlabki